сейчас. Че, блядь? Я? Это ты меня подрезал? Ushbu holatda kim aybdor? Avtor yoki Cobalt? Keling birgalikda ikki tomonning ayblarini ko'rib chiqamiz. Avtorning yagona aybi, ya'ni yo'l harakati qoidalarining 77-bandiga asosan haydovchi o'zi aniqlay olishi mumkin bo'lgan xavf yuzaga kelganda tezligini kamaytirishi kerak edi. Lekin avtorning yagona bitta yutug'i o'zi harakatlanayotgan yo'lda ketayotgani edi. Asosiy aybdor Cobaltning ayblari nimada edi? Yo'l harakati qoidalarining 46-chi, 55-chi, 53-chi hamda 73-chi bandlarini buzgan holatda yo'l transport hodisasining yuzaga kelishiga sababchi bo'ldi. Birinchidan, ogohlantirish ishorasini yoqmagan, yoqqan taqdirda ham birinchi o'tish huquqini bermas edi. Ikkinchidan, haydovchi bajarayotgan manyovr boshqa bir haydovchining harakatlanishiga xavf tug'dirmasligi kerak. Uchinchidan, haydovchi qayta tizilishda boshqa bir transport vositalariga yo'l berishi kerak edi. To'rtinchidan, haydovchi xavfsizlikni ta'minlaydigan yonlanma oraliq masofani saqlashi kerak edi. Siz nima fikrdasiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan Rod 24 jamoasi bizdan uzoqlashmang.